Dunyoda umumiy kasallanishlar va o'lim soni bo'yicha yetakchi o'rinlarda turuvchi yurak ritmlarining hayot uchun xavfli bo'lgan buzilishlari. Uni tashxislash, yaxshilash va davolashda sezilarli yutuqlarga erishilmoqda. Xususan, mamlakatimizda ham inson hayotiga xavf soluvchi aritmiyalarda, shuningdek yurak-qon tomir kasalliklarini tashxislash va davolashda zamonaviy usullardan keng foydalanilyapti. Hozir shu haqda. CRTD implantatsiyasi bu defibrilyator bilan yurakni qayta sinxronizatsiya qilish terapiyasi hayot uchun xavfli yurak ritmlarini oldini olish uchun xizmat qiladi. Bunda odam ko'krak qafasiga yurak urishini normallashtirishga yordam beruvchi, uning sog'ligini nazorat qiluvchi uskuna o'rnatiladi. Yurak yetishmovchiligiga chalingan bemorlar uchun jarrohlik katta ahamiyatga ega. Funksiyasi bor, ya'ni defibrilyatsiya funksiyasi bor. Ya'ni biz ko'p ko'rganmiz, ko'pchilik ko'rgan, kinolarda ko'rganmiz, bemorda o'sha yuragi to'xtaganda, yurakda har xil aritmiyalar bo'lganda maxsus tashqi defibrilyator bilan defibrilyatsiya qilinadi. Bizda qo'yadigan devaysimiz yurakda ichida elektrodlar joylashganligi sababli defibrilyatsiyani o'tkazadi va bemorda normal ritmi tiklanadi. Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi Qarshi filiali jamoasi navbatdagi yuqori texnologik jarrohlik amaliyotini bajarishga kirishgan. Bemor Qirmiz Berdiyevaning yoshi 66 da, 20 yildan beri yurak sohasidagi darddan qiynaladi. 2020-yilda kardioxirurgik operatsiyani amalga oshirish tavsiyasi berilgan, biroq moliyaviy taqchillik onaxonni 5 yil mobaynida sinadi. Muhimi, bugungi kunda bemor mutlaqo bepul ushbu amaliyotdan foydalanmoqda. Feruza Obilova ham jarrohlik amaliyotini o'tkazishi kerak. 24 yoshida yurak aritmiyalarida buzilish aniqlangan. Shundan beri mashaqqat chekadi. Onaizorning bormagan yeri, ko'rsatmagan shifokori qolmagan. Ijobiy natija esa jarrohlik amaliyotidan kutilyapti. Qizimning yuragi 300 gacha urib ketadi. O'sha payt komaga tushib qoladi. Elektroshok bilan o'ziga keltirib olamiz 2-3 marta. Shu haftani o'ziga 3-marta qaytaramiz. Bir umr muntazam mana shunday yaxshi insonlar borligi uchun prezidentimiz sababchi bo'lgan. Juda ham minnatdormiz. Qonunli jihati filial xodimlari tomonidan mustaqil ravishda amalga oshirilyapti. Ushbu uskunani o'rnatish. Ikkinchi qonunli jihati mana shu o'rnatish jarayoni davlat tibbiy sug'urtasi, ya'ni davlat byudjet mablag'lari tomonidan amalga oshirilyapti. Albatta, bemorlarga yangi umid bag'ishlovchi operatsiya 99% holatda muvaffaqiyatli bajariladi. Viloyatda joriy etilgan ushbu amaliyot esa xastalikka chalinganlarning hayotga bo'lgan ishonchini yanada oshirmoqda.